Bilaman, hozir senga ham oson emas. Qanchadan beri mehnat qilasan, kechalari bilan PUBG o'ynab, video olib chiqasan. Nazmingda zo'r chiqqan videoing aslida hech qanaqa prosmotr olmaydi. Qayoqdagilar esa qayoqdagi bitta videosini qo'yib 1 million prosmotr va anchagina podpischik bilan senga baqirib qarab turgani yoqmaydi. Yoki-da hayotdan olib qaraganda 1000 so'mdan bering akajonlar, iPhone'da Pro Max kulib qo'ydim. Tursunxon shu bolalarni olib qaragin, srazu ko'tarildi. 1 oy 2 oy trendda bo'ldi. Undan keyin hozir hech qaysini hech kim eslamaydi. Ular vaqtincha. Hech qachon shu narsani unutmaki, yog'ishni tez boshlagan yomg'ir to'xtash ham tez bo'ladi. Misol uchun qara, meni taniysan. Meni ham shu paytgacha bironta videom 1 million prosmotr olmagan. Bir narsaga kelishib olamiz. Hozirdan harakatni boshlaymiz. Bitta normallik kontent topib, o'sha kontent rekka chiqmaguncha qilamiz va oradan vaqtlar o'tgach natijasini bir-birimizga aytamiz. Minimum 1 oy. Shukur qilsang menga, yana beraman senga. Va yana shuni bilkinki, shukur qilish to'xtab qolish degani emas. Sen ham o'zingcha zo'rsan, boshing katta, sen ham aql yo'q ketding dema. Mana xursand dema. Hali hech narsaga erishmadim. Shuning uchun birodarim, harakatni birgalikda boshlaymiz. Men seni tanimasam-da chin dildan